Amir avtosavdoda sizlar uchun ideal holatda yaxshi Cobalt mashinasi kelib qoldi. 2008-yil 167 ming kilometr masofani bosib o'tgan ikkinchi peysi mexanikasi bo'ladi. O'qinglar, mashina holati zo'r holatda turibdi. Mashinaga 4 ta yangi yumshoq bolonlar qo'yilgan. Salonlarni ko'rib chiqsam o'qinglar. Salonlari ham zo'r holatda turibdi. Mashinaga yaxshi chexollar solingan 167 ming probeg, video registrator, Pioneerdan yaxshi magnitofon kolonkalargacha ham qo'yilgan. Konditsionerlar ham o'qinglar o'zida ishlab turibdi. Temir gaz bolonli uстановка qilingan. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q ekan. Motor, korobka, hadolardan umuman ishlayapti deyaptilar. O'zingiz uchun tekshirtirib, proverka qildirib olasizlar. Kraskasi, xo'p, kapot krылosida kraskasi bor ekan, qolgan joyi toza deyaptilar. Buni ham o'zingiz uchun tekshirtirib olasizlar. Xo'p, akamiz bilan narxini tortishib sizlar maza qilib minishinglar uchun bo'ladigan narxi faqat afonat bo'lar ekan ukalar. $8150 baholaydi. $8150 2008-yil 167 ming kilometr masofani bosib o'tgan minishga tayyor ikkinchi peysi mexanika Cobalt mashinasi.